Biza bilamizki, katta odamlarda xurrak ochish bo'ladi, nafas siqish, apnoe deganlari bo'ladi. Bu xurrak ochishlar yonidagi odamlarni ham, qo'ni-qo'shnilarni ham, o'zini ham bezovta qiladi. Lekin xurrak otish faqat kattalarda emas, bolalarda ham bo'ladi. Bularning sababi nima? Bularning sababi umuman boshqa narsa. Bolalarda xurrakni hosil bo'lishi birinchi navbatda ularda nafas olishni qiyinligi sababli bo'ladi. Nafas olishni qiyinligi esa bu adenoid to'qimasi bo'ladi. Halqi murtagi deb ataladi. Ana shu halqi murtagini kattalashish natijasida xurrak otish kelib chiqadi. Bundan tashqari Pirogov halqasi degan tushuncha bor. Pirogov halqasiga 6 ta murtaklar kiradi. Bu 6 ta murtaklarning ichida birinchisi halqi murtagi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi taylang murtagi. Taylang murtaklari ikkita bo'ladi. O'sha taylang murtaklarning kattalashishi, ya'ni gipertrofiya neumных миндалин deb ataladi. Taylang murtaklarning kattalashishining ikkinchi, uchinchi darajasi bo'lganda, adenoidlar to'qimasining ham ikkinchi, uchinchi darajasi bo'lganda, nafas olish xurrak orqali chiqadi. Buni qanaqa tushuntirish mumkin? Misol uchun, adenoidi bor bemorlarda, adenoidi bor bolalarda, ayniqsa 3 yoshgacha, 4 yoshgacha bo'lgan bolalar nafas ola olmaganligi natijasida og'zini ochadi. Og'zini ochib, og'zidan nafas olishni boshlaydi. Bunda burundan kelayotgan havo to'xtaydi. Og'izdan kelayotgan havoni esa taylang murtaklari kattalashganligi sababli u yerdan ham havoni kirishi qiyin bo'ladi. Shu natijasida ham burun orqali 100% emas 50% havo kiradi. Og'iz orqali kirayotgan havo ham 100% emas 50% kiradi. Shunda xurrak hosil bo'ladi. Bu xurrakni albatta bolalar o'zi bilmaydi, tushunmaydi, ular tan olmaydi. Buni faqatgina ota-onalar ko'rish mumkin. Onalari uxlayotgan bolasidan xabar olgan kirganda qarasaki, bola og'zini ochib yotibdi, xurrak yotyapti. Ana shunaqa paytda darrov zirak tortib, uni lor shifokoriga olib kelib, tekshirish usullarini qilib, tekshirish usullari deganda endoskopik yo'l bilan burunni halqumini ko'rish, taylang murtaklarning kattalashganlarini uni ko'rish, keyin bularga konservativ yoki operativ davom muolajalarini qilish zarur bo'ladi. Misol uchun, mana masalan 45 yillik ish tazimi davrida bunaqa narsa juda ko'p bo'lgan. Oldinlari texnika unaqa rivojlanmagan. Mana hozir biz 21-asrda yashab kelyapmiz. 19-asrlarda ham ishlaganman. Men Sovet davrida ham ishlaganman. Unda viloyatdan kelgan, qishloqdan kelgan odamlarga bolangiz xurrayotibdi, mana shunaqa bo'lyapti, nafas olish qiyin desa, otasi ham nafas olardi shunaqa, otasi ham xurrayotardi deb qo'yishardi. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Mana hozir texnika rivojlandi, endoskopiya, innovatsiya, lazerlar kirib keldi. Ana bunaqa davrda tekshirish usullari shuni ko'rsatdiki, xurrak otish bu sog'lom hayot emas. Mana hozir odamlarimiz, mana insonlar hammasi gрамотный, ishbilarmon, bolalarini qayg'uradigan 21-asr insonlari bo'lib chiqishdi. Ранний diagnostika deydi. Erta diagnoz qo'yish natijasida ko'p kasalliklarni bartaraf qilinyapti, ko'p kasalliklar vaqtida oldi olinyapti. Buni bilishimiz kerakki, agar bola xurrayotsa, agarda bola burundan nafas ola olmasa, doimiy og'izdan nafas olsa, uni o'zini o'shatdagi holatidan ham ko'ra, uni asorati juda ham yomon bo'ladi. Shuni bilishimiz kerakki, adenoid to'qimasi kattalashgani, taylang murtagining kattalashganligi bu sizga darrov asorat bermaydi. Bu deganiki, ismasi ko'tarilib, tomog'im og'riyapti, burnim og'riyapti, nafas ola olmayapman deb bola hech qachon aytmaydi. Keyinchalik buni asoratlari bilinadi. Nima asoratlari? Bolani bosh og'riqlari boshlanadi. Bola burundan nafas olmagandan keyin o'zini aqliy jihatdan o'zini tengdoshlaridan orqada qoladi. O'qishdan orqada qoladi. Kaprizni deymiz, o'jar bo'lib qoladi. Ya'ni ota-onasining gapiga quloq solmaydi, ishtahasi buziladi. Chunki mana misol uchun burundan nafas olmagan odam, katta odam ham burniga paxta tiqib qo'yib ovqat yesa, ovqat yolmaydi. Bu narsani bolalar o'zini boshdan kechiradi. Lekin bunga ota-onalar hushyorroq bo'lib ko'rish kerak. Bola hech qachon burundan nafas ola olmayapman, ovqat yeyolmayapman demaydi. Bu shunaqa bo'lish kerak ekan deb shunaqa o'sib boraveradi. Burundan nafas olmagandan keyin tishlarini qatorlari buziladi, tish o'sishlari buziladi, tekisligi buziladi. Burundan nafas olmagandan keyin og'zi doim ochiq bo'lib, so'lak oqishlari kelib chiqadi va hokazo. Bular kechiktirilgan asoratlar hisoblanadi. Lekin bularni keyinchalik o'sha katta bo'lganda qilaman desangiz, orqaga qaytarish yoki o'sha asoratni yo'qotish juda ham qiyin
holatlarga kelib qoladi. Shuning uchun aziz ota-onalar, iltimos bolalaringizga e'tiborli bo'linglar. Bolalarning burundan nafas olishini, og'zini bekitib, burundan ravon nafas olishini, qurrak otyaptimi, otmayaptimi, shu tomonlariga e'tibor berishingizni so'rab qolamiz. Birinchi navbatda agarda shunaqa bemorlar bizga murojaat qilib keladigan bo'lsa, endoskopik yo'l bilan ko'riladi. Agarda adenoidlari haqiqatan katta bo'ladigan bo'lsa, ularni konservativ davolash iloji bo'lmasa, ya'ni bu yoqqa kelgan odam bizani Profmedservis klinikamiz markaz hisoblanadi. Quloq, tomoq, burun markazi hisoblanadi. Konservativ davo yordam bermagan bo'lsa, ularni albatta adenoid to'qimasini operativ yo'l bilan olishga to'g'ri keladi. Tanglay murtaklarini esa, tanglay murtaklari 10 yoshgacha doimiy immunitetni ushlab turadigan, himoya vazifasini bajaradigan a'zo bo'lib hisoblanadi. Demak, bu o'sha a'zoni saqlab qolish va uni funksiyasini saqlab qolish maqsadida qisman 3dan 1 qismi kesib tashlanadi. Lazer orqali kesilganda u biza faqat uni kattaligini kichraytirib, havo o'tishini, o'sha yotganda tanglay murtagi dumaloq bo'ladi, yopib qo'yib, burundan kelayotgan havoni bekitib qo'yadi. Ana o'shani qisqartirib qo'yishga erishamiz. Profmedservis klinikasi professional shifokorlar komandasi bo'lib, xalqimizga 10 yildan beri 50 mingdan oshiq jarrohlik amaliyotlari bilan, eng asosiysi garantiyaviylik jarrohlik amaliyotlari bilan xizmat qilib kelmoqdamiz. Agar sizda burun va halqumda burun to'sig'i, angiofibromlar, adenoma gipofizalar va boshqa quloq kasalliklari, eshitish pastligi bilan bog'liq problemalar, shunga o'xshagan problemalaringiz bo'lsa, bemalol Profmedservis klinikasiga 24 ga 7 holatda murojaat qilishingiz mumkin. Agar sizda lor sohasi bo'yicha muammolaringiz bo'lsa, yuqori malakali jarrohlik amaliyotlari kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Professionallar siz uchun xizmatda bo'lamiz. Adenoid to'qimasini olish hozirgi paytda juda ham ko'p operativ muolajalar bo'lib kelyapti. U unaqa juda ham nima desa bo'ladi, katta radikal operatsiya hisoblanmaydi. Buni demak, masalan, analizlar yaxshi bo'lib, uni rejali ravishda sog'lom bolada olinadi. Olin bo'lgandan keyin 1-2 soatdan keyin palataga olinadi va kunning oxirigacha vrach kuzatuvida bo'lib, kechqurun bemalol o'ynab kulib bolalar uyiga ketishi mumkin bo'ladi. Shunaqa vaqtlar bo'ladiki, operatsiyadan keyin bolalar o'zi ketgisi kelib ketaman deb to'polon qilib tashlaganligidan biz majbur bo'lamiz 1-2 soatlarda javob berib yuborishga. Hozircha juda ham yaxshi, o'sha bolalar keyin qaytib kelmaydi. Bizga murojaat ham qilmaydi, ota-onasini bir joyda ko'rib qolsa, minnatdor, faqat minnatdorchiliklar, rahmat, yaxshi bo'lib ketdi, o'sib ketdi, bo'yi cho'zildi, ishtahasi zo'r bo'lib ketdi, o'qishlari 5 bo'ldi degan yaxshi gaplarni eshitishga nasib qiladi. Hurmatli ota-onalar, respublika bo'yicha va qo'shni respublikalar bo'yicha ham mana shunaqa adenoid va tanglay murtaklarining gipertrofiyasi muammosi bilan bizga murojaat qilsangiz, biz sizlarga meditsina nomzodlari, doktor nauklar, malakali shifokorlar bilan birga masalangizni, muammongizni hal qilishga harakat qilamiz.